ayollarga o'sha trening o'tadiganlarda, mana shu psixologlarda mana shu qanaqasi bor. Mana erkak kishi agar ayoliga nimadir sovg'a qiladigan bo'lsa yoki nimadir ayolini qo'yni olib, uni xursand qiladigan bo'lsa, unga bir necha barobar qaytib keladi mana shu narsada. Bizning dinimizning ta'limoti bunga qanaqa nima javob bergan bo'ladi? Aslida o'sha psixologlaringiz bu gapni havoda olmaganlar, o'zlari ixtiro qilmaganlar. Aslida o'sha diniy ta'limotlardan kelib chiqadi. Chunki Qur'oni Karimda man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kelar oyat mutlaq kelgan. Kim bitta yaxshilik qilsa 10 barobar qaytadi. U eng adnosi, eng kami 10 barobardan 700 barobargacha qaytadi. Ana shu oilangga qilgan xarajatdagi dinoring qolgan dinorlardan afzaldir deydilar. Afzaldir deydilar. Ayollarga oilasiga bo'lgan e'tibor. Bugun uyda oilasi, xotini, bolalari och o'tirib choyxonalarda oshni yeb kekirayotgan erkak vijdoniga savol berish kerak. Chunki erkak odam nimani yesa oilasiga yedirish kerak. Nimani kiysa oilasiga kiydirish kerak. Ya'ni shu urovenda. Agar shu yeyish va kiydirishda ayoliga farqlasa, u javob beradi, gunohkor bo'ladi.